Ayırlamayın. Sizlarni ketib tepib dam chiqarib chiqmasa, o'zlarini bilib chiqmaysizlar. Oldinga o'tish. Eski do'stlar Eski do'stlar Yaqinjir. Manalar ko'ryapsizlarmi? Bolalar, nechinchi yilsizlar? 2015. Daji kecha tuxumdan chiqqan 2015 da o'tiribdi. Bizlar qachon o'tiramiz? O't 2 kunga o't, master class, o'tir. Churaqalar, bizlar ham sizlarga o'xshab bunday o'tirishimiz uchun nima qilishimiz kerak? O'rgatinglar-da. Ma, yoz 2 kunga. Endi birinchi o'rindan xotindan qo'rqmaslik kerak. Yozinglar, ayniqsa senga taalluqli bo'lyapti. Yap. Kesimdoshlar guruhasi o'qib chiqib ketibman. Yozbam turish kerak. Agar ko'rgingizda Siroj, Sardor, Bobur degan bolalar bo'lsa, toqqa chiqib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki ular har doim qizga pul topadi. Jo'ralarga kelganda pulim yo'q, sharoitim yo'q deb bahona qiladi. Arvochchalar, tuchkasi ko'ryapti-ku bular. Yana birlashib toqqa chiqish uchun A yoki B sinflarda o'qigan bo'lish kerak. DVG sinfda bolalar komment portlatishini ko'rasan endi birgacha. Bolalar ozgina piyozinglar bilan uksusinglar bo'lsa, burchak qilib turinglar. Dugonalarimiz bilan dam olib, shashlik yeb o'tiruvdik-da. Daji ayollar dam olgan chiqadi. Bizlar qachon chiqamiz? Qayga? Ey, jo'ra xafa bo'lmaysan, xotindan so'ramay chiquvdik. Tez bormasak o'ldiradi. Ha, onasini biz kecha tuxumdan chiqqan bolalar mayli, daji ayollar toqqa chiqib dam olayotganda biznikilar biri olmish santimetrli xotindan qo'rqib toqqa chiqa olmayapti. Ha, sinfdoshlar, qachon biz ana bunday bir odamlarga o'xshab dam olamiz? Qachon? Haq yasha to'nkarilib jalpib jotishlar boshqacha-ku. Shunday ko'ramayapman, opam damini bundan buloq qilishim kerak-da. Bratchika, qitmirlig'ing O'zbekistonda qoldi. Men zing'illab yana bitta kokos olib kel. Urib pulangni chiqaraman hozir bo'lmasa. Ha, yo'q, shunaqami? Kokosdan oldin sizga bitta sovg'a olib keldim-da. Ha, kelin. Lab yo'q. Uy, pulashni Tom va Jerry multfilmi boshlandi. Xudo xolam, men sizga sharmandagarchilik qilgan emas, opamga azob bergan ekanman. Xudo bu arvohini chirqatmay oldimga tushing. Voy, xudo xolam 70 xildan ortiq ovqati bor ekan, lekin xomir ovqat bo'lsa zo'ritdi. Voy, yegingiz kelyapti? Yegim kelyapti desang, mo'yibingni chiqaraman. Endi to'rqasqingni manti bo'lsa zo'r bo'laydi-da. Bo'ldi. Kelin to'rzuvaligini xamir qilib manti qilib tashlang. Kelin, idish tovoqni kim yuvadi? Yo'q, jon, restoranni o'z ishchilari yuvadi. Yo'q, uyat bo'ladi. Misrliklar nima deydi, xudo xolam? Ya, o'zingiz yuving, qolgan mehmonlarnikini ham yuvib tashlang. Bola payda ayab qarab tur deganda, beshikda bo'g'ib o'ldirib qo'ygansan bo'lar ekan. Mehmonxonani kafilni ham yuvdiradimi? Ha, kelin, sovmanlamay qichab arting. Cho'tuncha qiynalmayapti-da. Xudo xolam, toza yaxshi qiynalib qolyapsiz. Men ham bir kelinga azob bersam degan orzu-havaslaringiz bo'lganmi? Bunday qiyinroq ish bering, ko'rgan turistlar nima deydi? Yo'q, hozirda. Kelin, turing. Dengiz suvini tuzidan ajratasiz. Zing'illang. Menga 20 yil bergan azoblarni bittada krediti bilan to'laydigan bo'ldik-ku. Opajonim, men nervimga ko'p o'ynaman, bo'lmasa mana kampusha qaynonangizdan foydalanib, qoningizni ichaman.